Shuni bitta yaxshi bilaylik. Payg'ambar alayhissalom soliha qiz olgan, solihasini tanlagan, Allohdan qo'rqadiganni tanlagan, chunki u dinini yarmidir, taqvoyini yarmidir deganlar. Mana shu o'tirgan yigitlar, yoshlar, qaysi birimiz xohlamaymiz soliha qizda? Qaysi birimiz Qur'on o'qiydigan, hammamiz o'sha oqtar aytganda uyda o'tirgan bo'lsin deb qo'yamiz. Boshlar ro'moli bo'lsin, bolalar bilan gaplashmagan bo'lsin. Sizga shu bolalar bilan gaplashmagan, eslashmagan, nomahram bir boshqa yigitlar bilan yurmagan qiz yurtda halol bo'lishingizni xohlasa, siz o'zingiz avvalo o'shanaqa bo'ling. Siz o'zingiz halol pokiza bo'ling. Siz o'zingiz avvalo birovni qizini yangitmay, boshqalar bilan gaplashmaydigan bo'ling. Fatima istasang Hazrati kim bo'l? Hazrati Ali bo'l deydi. Siz oldin Hazrati Alidaqa ilmda eshigi bo'ling, taqvoni bayrog'i bo'ling Hazrati Alidaqa. Shunda o'z-o'zidan Alloh o'zi siz qanaqa bo'lsangiz, xuddi o'shanaqasini ro'baro qilib qo'yadi.